Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan xabarlar kanalida O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda Umra ziyoratchilari nima sababdan vatanga qayta olmayapti? Batafsil videoda xabardor bo'ling. Umraga borgan 170 dan ortiq ziyoratchi O'zbekistonga qayta olmayapti. Saudiya Arabistoniga umra safari uchun borgan 170 dan ortiq O'zbekiston fuqarolari mamlakatga qayta olmayapti. Bu haqida Dunyo xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, bosh konsulxona diplomatlari ayrim jismoniy shaxslar orqali umra ziyoratiga kelib, qiyin ahvolga tushib qolgan O'zbekiston fuqarolarining muammolarini joyida o'rganish hamda ular bilan suhbatlashish maqsadida Makka shahrida joylashgan mehmonxonalariga tashrif buyurgan. Diplomatlarning ma'lum qilishicha, ayni paytda mehmonxonalarda jami 170 nafardan ortiq ziyoratchi O'zbekistonga qaytishni kutib turibdi. Ziyoratchilarning aytishicha, ular 14 kunlik umra safari doirasida turli guruhlar tarkibida Saudiya Arabistoniga kelgan, biroq safarni tashkil etgan shaxslarning yolg'on ma'lumotlari va xatolari oqibatida ular hozirga qadar mamlakatga qayta olmagan. Suhbat davomida ziyoratchilar o'zlarining og'ir ahvoli haqida so'zlab, guruhning katta qismi keksa yoshdagi insonlardan iborat ekani ta'kidlangan. Ular orasida infarktni boshidan o'tkazgan, qandli diabet, qon bosimi kabi surunkali kasalliklarga chalingan va doimiy ravishda dori-darmon iste'mol qiladigan shaxslar borligi ham qayd etilgan. Ziyoratchilar mamlakatga qaytish masalasida O'zbekiston hukumatidan amaliy yordam so'ragan. Ziyoratchilarga ular ruxsatnomasiz tashkil etilgan safar doirasida kelgan bo'lsa-da, O'zbekistonga qaytish bo'yicha murojaatlari bosh konsulxona tomonidan belgilangan tartibda tegishli idoralarga yetkazilishi ma'lum qilingan. Shu bilan birga mazkur murojaatlarni ko'rib chiqish ma'lum vaqt talab qilishini inobatga olib, vaziyat yanada og'irlashib ketmasligi uchun imkoniyatdan kelib chiqqan holda o'z hisoblaridan aviachipta xarid qilib O'zbekistonga qaytish tavsiya etilgan. Shuningdek, ziyoratchilarni qiyin ahvolga solgan shaxslarning noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan O'zbekistonga qaytgandan so'ng tegishli idoralarga murojaat qilish mumkinligi tushuntirilgan. Hozirgi kunda ushbu holat bosh konsulxona tomonidan doimiy nazoratga olingan bo'lib, vaziyat yuzasidan tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Buxoro viloyatining Jondor tumanida odamlarni umra safariga jo'natmoqchi bo'lgan firibgar er-xotinlar ushlangan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.